Agar pul muhim bo'lmaganida, siz qaysi kasb yoki qanday ish bilan shug'ullangan bo'lardingiz? Men yozuvchi yoki shoir bo'lardimda, yozib, o'sha ijod qilib yashab yuraverardim. Keling, mana shu joyda bitta she'r bo'lsin. Onlayn muhabbat degan she'r, dolzarb mavzu. Salom bilan boshladim xatni. Alik oldi noma'lum kimsa. Shu zaylda uzoq gaplashdik, xat yozardim onlayn bo'lsa. Ikki chiziq chiqsa kifoya, o'qigani ayon bo'lardi. Dunyosida qanday bilmadim, stikerda shodon kulardi. Hayotda ja uyatchan o'zim, telefondan so'ylayman shartda. Uni bir bor ko'rmadi ko'zim, gaplashardik onlayn chatda. Kun davomi dillarni ovlab, megabaytim bitmasin derkan, baxt haqida savol bergandim, elektron kitob o'qirkan. So'ng ahdlashdik muhabbat uchun, ajralmaymiz hech qachon dedik. Men bu she'rni yozgan oqshomda ikkimiz ham chorni edik. Nahotki shu bo'lsa sevgi